Hazrati Rasululloh aytadilar, kim Oshuro kunida farzandlari, ayoli, ota-onasi, aka-ukalari, umuman oilasiga kenglik qilsa, har sohada, kiyim-kechagida, rizqida, muomalasida yaxshi narsalar yegizdirsa, shu kuni yaxshi narsalar kiydirsa, shu kuni yaxshi gaplar gapirsa, Alloh subhanahu va taolo bu odamga shu bir kunini evaziga 1 yil kenglik qiladi. Allohning vali bandalari, olimlar, mujtahidlardan ko'pchilik aytadiki, biz buni tajriba qilib ko'rganmiz. Tajriba qildik va ko'rdik. Hattoki bir kishi aytadilar, men mana shu hadisni 40 yil tajriba qildim va 40 yil Alloh menga kenglik qilganini ko'rdim.